23 may mana endi bitta qizimizga shunaqa chiroyli sarpa naborlarimizdan qilib beramiz. Mana bagemamizni qaranglar, asalligini ko'rganda shunda ko'zinglar quvnaydi. Qaranglar qanaqa asal modeldagi bagemalarimizdan qilib beramiz. Voy, taqatda qilib tashladim o'zi ham. Mana shunaqa fujer martinkalarimizdan qilib beramiz. Imomnaqa bizga novinka modelda shunaqa salfetka qo'yadiganlarimizdan kelgan asalligini qaranglar bularni ham. Bu yoqda shunaqa termos qilib berdik, bularga patnis qilib berdik mana. Bu yoqda bittalab ko'rib, voy, tekshirib olishyapti. Qalay ekanjon, yoqdimi o'zingizlarga? Juda neobычный, shunaqangi chiroyli. Endi mana yonishini qaranglar, mana. Aylangan sari bu просто chirog'i bordek yonyapti-da. Boshida mayda chiroqchilar o'rnatib qo'yganga o'xshaydi. Ana ko'rdinglarmi? Chesni o'tib etyaptilar sizlarga. Mashitlari yonyapti shundoq-da. Ana shunaqangi chiroyli turadi, ayniqsa svet yonganda mana. Xayrli bo'lsin. Mana har bittasi mana yaltillayapti-da. Bu mana keyingi chiqqan oxirgi model. 10 yillik klientimizdan shunaqa chesni o'tib, hech qanaqa kelishuvlarsiz shundoq mana qayrildim, gapirtirdim bularni. 10 yillik klientlarimi? Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar, rahmat sizlarga. Qizim narsalarini ishlatadi, xudoga shukr. Bir marta o'zgarmagan narsalari, na tarelkasida zar ketdi. Zarlari ko'chmaydi. Zarlari ko'chmaydi.